Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, kayfiyatli yaxshimi? Bugun Yurtim brendi, ya'ni Xorazm viloyatidan toza kelib kelgan ichimliklarni biza Darital supermarketida odamlar bilan degustatsiya etamiz. Demak, sizlar ham tavsiya qilamiz. Instagram profillarini qoldiramiz. Oilangiz davrasida, yaqinlaringiz davrasida bemalol shunday hech qanday zarar yo'q suvlarni ichib o'tirsangiz-da, biz ham xursand bo'lamiz. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Jigarim, shuni ichib ko'rasiz. Toza Yurtim brendi ostida dovcha degan shunday shirinlik, suv yana degustatsiya bir narsani beringlar, aytinglar. Zo'rmi, yaxshimi, yoqdimi? Zo'r, mazali ekan. Mazali ekan. Esa Ivonov sizga beramiz axir. Shuni ichib ko'rasanlar, bahosini aytasan. Qana bir ichib ber qana. Chek, bahosi. Zo'rmi, yoqdimi? Yashinchadan o'tdi. 50 dan o'tdi. Og'am o'zini o'zi bekordan shu haqarikni tanlamadi. Yoshingiz 40 dan 45, 50 ga o'tib qolgandan keyin albatta yurak narsalash kerak bo'ladi. Bu yana haqarikni shunday brend ostidagi suvlari ketaveradi. Hammangizga tavsiya qilamiz. Vitamin chekak